Bir do'stim aytib beryapti. Koreyada 800 ming kishilik bir katta kompaniyada ishlagan. Texnika kompaniyasida. O'sha boshlig'i velosipedda aylanib yurar ekan, hali kompaniyaning direktori. Ko'rinishidan direktorga ham o'xshamaydi deydi. 2 yil ishlagandan keyin o'shani o'g'li biza bilan ishlayotganini bilib qoldik deydi. U ham student ekan, ham o'qir ekan, ham ishlar ekan. Shu darajada indamay yurib ishini qilgan. Keyin men boshlig'idan so'radim, nimaga buni qiynaysan, oddiy ishchi qilib, kattaroq lavozim bersang bo'lmaydimi yoki qiynalmay yursang bo'ladi-ku, puling bor-ku deganimda, agar bu sexda har bir ishni, joyini, o'rnini bilib o'rganmasa, u qanday boshliq bo'ladi ertaga? Pastdagi narsalarning hammasini, odamlarning sharoitini, odamlar bilan birga mehnat qilib, ular nima qiyinchilik ko'rayotganini ichidan his qilib o'tkazsagina u mehnatiga nisbatan ham hurmat oshadi, atrofidagilarni ham hurmat qila boshlaydi. Odamlarni u uchun nima qilayotganligini bilib turadi. Agar u birdan tepada boshliq bo'lsa, pastda nima qilayotganini bilmaydi. Men hayron qoldim deydi. Bolaniga berayotgan tarbiyada uni mehnatga o'rgatayotganligi, unda imkon bo'la turib, lekin bolaga qo'liga ma deb berib qo'ymayapti-da, o'zi mehnat qilib topib, o'zi o'rganayapti. Voqeadan xulosa o'zlaringizdan do'stlarim. Nasihat qilib, bizda bunday deyishdan yiroqdaman. Faqat xulosa qiling. Pulingizni ilmga tiking, sportga tiking, hunarga tiking, bolangiz o'zi harakat qilsin, hamma narsani tayyor qilib beravermang.